Yo, krab videoni ko'ruvga danda. Yo, bana selam do'stlar, sizlarga birga men Yerko qalasizlar do'stlar. Bugungi bizning kezakli videomizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda biz deytin tutor suratini olamiz do'stlar. Sizlar anatirga like bosib o'tishinglarni so'raymiz do'stlar. O'tganda anada aktiv yaxshi ko'tarilib kelayotir do'stlar. Odan oldingi videoda ko'rib o'tishinglarni so'raymiz do'stlar. Bu videoda o'ta ko'p aktiv ko'tarilgan bo'ladi. Al bugungi videoda men sizlarga ikkita pozada preview jasovda ko'rsatib bo'laman. Al unda videoga ketdik do'stlar. Do'stlar, video boshlamasdan burun sizlarga Siko Qazaq MK5 deydigan kanalda sunaman. Ol kanalda sizlarga o'ta qiziqli kontentlar, o'ta qiziqli videolar kutib жатыр. O'sha kanalga like bostirib kelib ketinglar. Hozir uning подписчиги 572 bo'libdi. Endi Xudoy xolisa uning подписчиги 1000 подписчикка yetkazib tassak, sizlarga ulkan rahmat aytaman do'stlar. Al o'sha kanalda qo'llab boshlab ketaylik do'stlar. Bizlar preview jasash uchun eng oldin men o'shunday Photoshop Touch SS 2019 versiyasi kerak bo'ladi do'stlar. So'ndықтан da eng oldin bizlar deytin bu yerda o'zimizga kerakli svet chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni men Siko deytin bolaga jasab beradigan bo'laman. So'g'anlarni olgan preview o'yin deb tur do'stlar. So'shunda so'g'an isteb beraman. Al endi muzikani ko'rib o'tirasizlar. Qarash do'stlar, meniki o'shunday ko'k svet paydo bo'ladi. Jarayda bizlar uni fixga kirib освещениeni beramiz. Ya'ni освещениeni sal-sal ulkaytamizda bulay o'zimizga o'shunday adimi nizat chiqadi, fon chiqadi do'stlar. Meniki endi bizlar o'zimizga kerakli sloylarni foydalanib har turli PNG va boshqa zatlar qo'yib desak bo'ladi. Endi bizga hozir Sikoning pozasi kerak bo'ladi, ikkita pozasi. Buni bizlar o'zimizga ong'ayli etib qo'yib olamiz. Men misolganda shetga va o'tganda shetga olsam adem bo'ladi. Endi meniki adem chiqdi poza. Endi bu yerga tekst kerak. Tekstni men o'zim arnay Pixel Lab programmasini jasab oldim. So'ni hozir qo'yadigan bo'lamiz. Meniki o'shunday sonor deydi serverga arnalgan. So'ni bitib ulkan ademli tekstni nasharlab chiqqan. Endi kechirim so'rayman. Bular ademlab qo'yamiz. Qo'llarni oldi. Bo'pniki o'shunday adem bo'ldi. Biroq sal-sal неважно bo'lib turadi. Endi buni fixga kirib HDR qo'shganda ademlik bo'ladi. Ya'ni u fonga da qo'ysaqda ademlik bo'ladi. Uni o'zlaring bilasizlar, короче. Bular ademlik qilib tekstga da qo'yamiz. Tekst sal-sal qo'ysak bo'ladi. Endigi kezakda bizlar deytin o'zimizning har turli nizatlar qo'shib desak bo'ladi. Effektlarni qo'shib jasamizga bo'ladi. Men unda bu yoqdan effekt degan bo'limdan bir effektni qo'yaman. O'sha ademlik. Bular o'zimiz o'lchamdan kelamizda. O'sha yerdan осветлениeni bosamiz. So'g'izda ademi bo'lib chiqadi. So'sini uni biz eng asli bulay 4-sloyga o'zgartganda o'shunday ademi bo'lib chiqadi do'stlar. Endi bizga deytin bunday o'sha yerga kiramizda qaytadan o'zimizga blik tanlaydigan bo'lamiz. Blik deytin bir sham o'ldirich. O'shni olamizda adem bo'lishi uchun do'stlar bulayni qisaytamiz. Ya'ni mana bu shitni qo'yamiz. O'zingizda ademlik bo'lib keladi. Do'stlar, meni bizlarning previewimiz daim bo'ldi. Sizlarga yoqgan bo'lsa, anatirga like bosib ketinglar. Bu sizlarga ulkan ko'mak bo'ladi degan umiddaman. Qarash do'stlar, videoda bo'lgan men sizlarga Yerko, anatirga like'larni bosib ketinglar. Sog' bo'linglar.